ahamiyat bergan bo'lsangiz, dars ketib qolgan, uni o'zi vaqti kelib qolgan almashtirishga. Trubkasini almashtirdi и rojokini almashtirdi. И чистка qildi. Hozir bitta o'chirib yoqamiz. Slotni. Xo'p, batareykani qachon bo'ldi qo'yganingizga? 4 kun. Xo'p, qarang, hozir signal kelsa boryapti deb aytib turing. Xo'p. Oldinga qaraganda farqi bormi? Kelganidan farqi bor. Qanaqa baland bo'ldi, pasaydi, tirinroq bo'ldi. Birinchidan kir bo'lib ketgani hisobiga mikrofon kir bo'lib ketadi. Uni vaqti-vaqtida tozalab turish kerak. O'shanda qanaqa eshitish bo'ladi, lekin gap anglash yo'qoladi. Keyin hozir audiometriya qilganimizda nisbatan eshitish sal o'zgargan. Qayerdadir pasaygan, qayerdadir yaxshiroq javob bergansiz. Do и послесini ko'rsataman sizga, farqini ko'rasizlar. Bu lekin 2023-yilda audiometriya qilingan. To есть o'shandan beri boshqa audiometriya qilib nastroyka qilinmagan. 2 yildan keyin deyarli ko'roz 60 dan sal tushgan nisbatan, lekin deyarli o'sha diapazon, to есть 3-daraja stabilni turibdi. Bu уже 2 yilga bu katta yaxshi rezultat, chunki bir xilada 1 yil ichida ham eshitish pasayish, og'irlashish bo'ladi. Biz bu audiometriyani qilib turish kerak bo'ladi. Qanaqadir 2 oy, 6 oy deb kutib o'tirib chidash kerak emas. Sirazu qanaqadir o'zgarish bo'lsa, sirazu kelaverasiz. Sababi o'sha aytayotgandagi kirib qolgan bo'ladi. O'shanda muammo yoki nastroyka qilib, o'sha audiometriyada eshitish o'zgargan, o'zgarmagan o'shani bila olasiz. Kech payt uxlayotganingizda shovqin bormi yo'qmi? Yechganda bor. Bu shovqin bo'layotgan bo'lsa, bu nervdan bo'ladi. O'shani hisobiga nerv patologga lecheniyaga borishingiz kerak bo'ladi.